Jigar, shunaqa inomarka mashinalarda o'qib yurasiz. Takoy kottejlikda bosib olmaymizmi, Jigar? To'g'ri, bunaqangi chiroyli uylar juda ham ko'p, lekin bunaqangi lokatsiyada bunaqangi narxda uy topish juda qiyin. Foydali maydoni 240 kvadrat, 2,5 sotkga qurilgan 8 ta xona, 3 ta sanuzeldan iborat. Eng qizig'i, Farg'ona shaharida markazda joylashgan. Jami 4 ta bir xil qilib shunaqangi kottejlar qurilgan, ikkitasi allaqachon sotib bo'lingan. Atiga ikkitasi qoldi. Ikkita eng yaqin do'stingiz bilan qo'shni bo'lib olishga nima deysiz? Jigar, bu uyga eng sifatli va eng zamonaviy mahsulotlar ishlatilgan ekan. Eng asosiysi bu uyga bitta kirganingizdan keyin yashagis kelib ketadi-yu. Jigar, 80% uyimiz tayyor, pollarimiz cho'qli pol qilingan, ataplenyalar qo'yilgan, devorlarimiz abloyga tayyor, elektromontajlar hammasi qilingan. Xullas, ozgina summaga bemalol ko'nglingizdek remont qilib kirib yashasangiz bo'ladi. Uyda egalari narxini 150 ming deyishdi. Aka, bosh xotirim endi dedi. Sizlar uchun 148 mingga tushirib qo'ydi. Yana ham kelishsa bo'ladi, bemalol quyidagi raqamlarga bog'lanaverasizlar. Manzil Farg'ona shahar Shodiyona mahallasida yo'l 100 da joylashgan. Jigar, xullas bosib oladigan joyi keldi.